Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ala Resulillah, amma ba'd, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hurmatli qishlog'imiz faxriylari, otaxonlar, aka-ukalar, Alloh taolaga ming shukrlar bo'lsinki, Alloh taolo bizni yurtimizga rahmatini, barakotini yog'dirib beribdi. Biz ko'rib, idrok qilib, shukr qilib o'tiribmiz. Videoga olib bu nimaga MFga tashlab qo'ying deyishlikdan murod ham safarda yurgan musofirlarimiz, aka-ukalarimiz ham ko'rib shularga kelganiga xursand bo'ladi. Inshaalloh mana asfaltimiz boshlanib, mana barakotli bo'lib, hozir hamma nabiralarni olib, aylanib yurishibdi. Undan keyin mana suvlarimiz mana chekiga mana beton ishlarimiz. Undan keyin mana Zohiddan taklif nihoyatda xursand bo'lib turibmiz. Mana maktabimizni qurilishi boshlanib, ortidan bog'chamizga ham mana nimalar tasdiqlanib, bu mana shu bir-birimizning ittifoqchiligimiz. O'sha optimizmga yetdik. Xudo xolasa shu oqibatda tursak, Alloh nurini, barakotini yog'dirib beradi. Hamma shu bir tanadan bir jon bo'lib, ham jins bo'lib, bitta yoqadan bosh chiqarib turib, shu yurtni yuzi uchun hamma turib berdi. Mana endi ortidan Alloh taolo barakotlarni yog'dirib beribdi. Allohga shukr. Bu sadaqa joriyalarning eng zo'ri qaysi desa, mana shu suv masalasi. Madrasa qurishlik, maktab qurishlik, bog'cha qurishlik, ko'prik qurishlik, yo'l qurishlik, bu suv, mana shular hammasi o'tmishda o'tib ketganlar ruhini shod qiladigan oqib turuvchi ariq deganiki, sadaqa joriya deganiki, biz tiriklar mana hozir shu narsalar tepasida turib, yeb ichib boshqa bo'lib turibmiz. Ular yemaydilar, ichmaydilar. Ularga mana shu qilgan xayrot ehsonlarimiz ruhi shod bo'ladi. Inshaalloh Allohga shukr, mana xatmi kabiramiz ham bo'lib qoldi. Yurtimizda tepasidan yilda bir marta xatmi kabir o'qib turib, tepasida shu narsani o'qib qo'ymasa, hamma yurt gunohkorlik bo'ladi. Mana Qur'on o'quvchilari ancha ko'payib qoldi. Xatmi kabirimiz bor. Bugungi kunda mana shu izdihomga, mana shu ehsonga, mana shu xayrotning ichida savobga ega bo'lib qoling. Mana shu ustalarni, mana shu otaxonlar duosini olib qoling deb, mana Abdumid akamiz, Safiya xolamiz, Abduqahhor akamiz dadalarini ruhini shod qilish maqsadida mana shu ozgina shu dasturxon taom tashkillab turib, mana siz bizlarga mana tortiq qildi. Inshaalloh taomlarni yedik. Xatmi kabirlarda o'qishligimizdan murod yana bu yurtimizga shu barakotlar bardavom bo'lsin. Mana shu qishlog'imiz yana ham gullab yashasin. Yoshlarimiz mana shu ittifoqchiligimiz orqasidan ular ham jipslashsin. Bu ishlarni ular ham davom ettirsin. Mana bugungi kunda man lam yashkurinnas lam yashkurillah deydi iborada. Kim bandasidan kelgan yaxshilikka shukr, tashakkur etmagan, Xudoga ham tashakkur etmaydi, Xudoga ham shukr keltirmaydi. Shuning uchun bizni kattalarda nima kattaligi desa, ana shu xizmat qilgan bolalarning orqasida duo xayr qilib, gaziga bos, astag'firullah bo'l. Maslanga baraka bersin, so'zingni o'tkir qilsin, yuzingni yoriq qilsin deb mana yerda taomni oldida choy ichasizlarmi, boshqadami sizlar doim mana shu yurt tepasida jamlanib turibsizlar. Duo qilib tasalaring, inshaalloh bu yoshlarning ishi oldiga yuraveradi. Bu xayrli ishlarimiz tepasida turaveradi. Sizlarni duolaring bilan inshaalloh bu yurt ko'karaveradi. Allohga shukr, xursand bo'lyapmiz. Bu barakotlar, bu nimalar ketma-ket hali kutib turibdi. Bundan keyin mana maktab buzilishi bo'lyapti, eski binolarni. Undan keyin bog'cha. Mana undan keyin mana ana quyosh panel deyapti. Mana guzarimizni ko'ringlar. Mana shu bizda hovlimiz shu, biz yuzimiz shu. Kim kelsa o'sha yerga ko'radi, shu bizning yuzimiz. Mana qabriston, dahma tashqaridan keladi. Mana shu bizda hovlimiz, otamizni hovlini obod qilib qo'ydik. Shuning uchun bizda kasb-korimizda barakot bo'lyapti. O'sha yerlarni obod qildik, ana bu yerlar obod bo'lyapti. Inshaalloh bu nimamiz yana bardavom bo'lsin.
yoshlarimiz haqiga inshaalloh duoda bo'lib turamiz. 30 pora xatmi kabir o'qilingan. Inshaalloh mana shu xizmat qilayotgan, xayrixoh bo'lib turgan, boshqarib turgan, nasihat qilib turgan, duoda turgan, xizmat qilayotgan ustalarimiz bugungi kunda mana bu ehson sohibi Abdumutallab akamizni taraflaridan hammaga va yana shu hayrot barakotimiz yana bardavom bo'lishi uchun shu Qur'onni vasila qilib sharofatidan, barakatidan inshaalloh Xudodan yana bir hammamiz jamoat bo'lib shu muborak manzilda ota-bobolarimiz shu yerlarda shu yerda obod qilib ketgan shu muborak otalarimizni izlarini tepasida inshaalloh duo qilib turamiz. Alloh duolarimizni Alloh qabul qilsin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله bizim dergahında kabul eyle, sağlığını alala. Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ukvahlarga, peygamberlerge, çahalarlarga, sahaba-i kiram, cümle ötken, mu'min, mu'mina, muslimalar, alal husus sahibi ihsan tomanda ötken, Abdülmutallab akamiz tomanda ötken, jamiki ötken, marhumlarga ötken, dedelerni, analarni, akalarni ruhlarga bag'ishladik. O'tganlarni joylarini jannatdan, iymonlarni hamroh etib, halohatlarni umriga, rizqiga va akamizda qilayotgan kasb-korlarga o'zing fayz baraka ato aylagin. Xonadonlariga tinchlik, xotirjamlik ne'matini barqaror va davom eylab,
Kalplardagi nima orzu o'ylagan shar'iy maqsadlarga o'ylaganni ham ziyosizlik ato aylagin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. الله حافظك. الرحمة